Oddiygina piyoz bilan uydagilarni hayron qoldiramiz. Bu yegulikni juda ham ko'p ko'rgandim, ammo ta'mi bunaqa mazali bo'lishini bilganimda avvalroq tayyorlab ko'rgan bo'lardim. Demak, chet el fast-foodlarida anchagina mashhur bo'lishga ulgurgan lukoviy kalsoni siz bilan birga tayyorlaymiz. Piyozlar ichidan biroz kattaroq razmerda bo'lgan piyozni tanlab olamiz va po'stidan ajratamiz. Tozalangan piyozlarimizni xuddi videoda ko'rsatilgandek bo'laklarga bo'lib olamiz va har bir qavatini ajratib olamiz. Ajratib olgan piyozlarimizni ichidagi klyonkasini shilib olamiz. Bu jarayon juda ham tez va juda ham yoqimli bo'ladi. Tozalangan piyozlarimizni muzdekkina suvga 5-10 daqiqaga ivitib qo'yamiz. Bu orada esa klarini tayyorlaymiz. Un, paprika, tuz, tuxum, suv solib quyuqqina massa hosil qilamiz. Piyozlarni botirish uchun esa panirovka tayyorlaymiz. Men KFC uchun mo'ljallangan panirovkadan foydalandim. Xohlasanglar non talqoni yoki yana ham mazali bo'lish uchun oddiygina chipslarni maydalab ustiga sepsanglar bo'ladi. Piyozlarni avval klarga, so'ngra esa panirovkaga botirib bir chekkaga olib qo'yamiz. Oldindan tovamizga ko'pgina yog'ni solib qizdirib qo'yamiz. O'rta olovda qizigan ko'pgina yog'imizga piyozlarimizni solib, ikki tarafini tillarang bo'lgungacha qovurib olamiz. Eng mazali chesnochniy sous bilan dasturxonga tortamiz. Sous retseptini opisiyaga yozib qoldiraman. Videoga like bosib, fast food xor do'stinligiga jo'natib qo'yinglar. Yoqimli ishtaha.